Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun 7-mart 2026-yil sanasi bilan penoblok g'ishtlarimizni tanishtirib o'tamiz. Bir qator ushbu g'ishtlarimiz 350 markali penobloklarimiz hisoblanadi. Razmerlari 20-30-60 ni tashkil qiladi. Og'irligi 12,5-13 kiloni bo'lyapti. Og'irligi qurigan holatida. Sifatlari a'lo darajada bo'ladi. Qattiqliklari juda ham me'yorida bo'ladi. Demak, mahsulotdan ekonom qilinmagan holatda kuchaytirilgan tarkib bilan ishlab chiqaryapmiz. Sifatlariga garantiya beramiz. Demak, ushbu g'ishtlarimizning narxi 12 ming so'mni tashkil qilyapti. Hozirgi kunda demak yuklab beriladi 12 ming so'mdan. Dastavkamiz kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Xo'p, arzonrog'idan kerak deganlar uchun demak 11 ming so'mdan penobloklarimiz bor. Buni ham razmeri 20-30-60. Bunimiz demak bu penobloklarimiz zagotovkada bor. 330 markali penobloklarimiz hisoblanadi. 11 ming so'mdan yuklab berilyapti. Buning og'irligi 11,5-12 kilo atrofida bo'ladi. Xo'p, demak devorga beton quyish uchun, demak sesma quyish uchun eng oxirgi qatorga latokli bloklarimiz bor. Beton quyish uchun teshikning razmeri demak 15 ga 20 hisoblanadi. Demak tumbali bloklarimizdan ham ishlab chiqarilyapti. Hop, teshigining razmeri 20 ga 20 hisoblanadi. Tumbali va latokli bloklarimizning ham demak narxi xuddi shunday 12 ming so'mdan yuklab berilyapti. Demak ishlab chiqarish jarayoni davom etyapti. Bundan tashqari g'aldirol penoblokda yana yangiliklar bo'lyapti. Tez orada to'liq obzori bilan chiqaramiz. Demak, yangi ishlab chiqarish korxonamizni qurib bitkazdik. Endilikda yangi uskunalarni olib kelib, demak devor mahsulotlarini, yana bir qator devor mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Bundan tashqari xizmatlar yo'lga qo'yilyapti. Yangiliklar, qo'shimcha yangiliklar bo'lyapti ishlab chiqarish korxonamizda. Demak, kanalimizga obuna bo'lib kuzatib borishni unutmang. Tez orada demak mahsulotlarni tayyor holatda chiqarib, alohida obzorini qilamiz. Demak, seximiz bilan ham yangi qurilgan korxonamiz bilan binosi bilan ham bir qator tanishtirib o'tamiz. Demak, ushbu binoyimiz demak o'zimizda ishlab chiqarilgan 350 markali penoblokdan qurildi. Har bitta demak burchagida, oraliqlarida demak 8 ta betondan ustuni bor. Tumbali va latokli bloklardan sesmalari, kanallanalari quyilib, arma karkas bilan usuliniy variantda qurilgan. Telefon nomerlari ekranda qoladi. Manzilimiz Jizzax viloyati G'aldirol tumani Ko'kkumbazda joylashgan.